Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Hammaga xayrli kun, kunimiz xayrli, barokatli bo'lsin. Bugun biz sizlar bilan birgalikda Xudo xolasa atirgulda cherinka qilamiz. Atirgulda cherinka qilishini ko'rsating deb ko'p savol berilgan. Bugun mana hozir ko'rib turgan atirgulimiz bu tim qop-qora atirgul. Juda ham chiroyli sortda. Mana shunaqa uzun bo'lib ochiladi. Buni hozir belidan bog'lab qo'yganman. Buni hozir nima qilamiz? Qarang, hammasi ochilib bo'lgan. Ochilib turibdi. Endi buni mana shuni yarmidan kesamiz. Mana shu yarim metrdan oshiq hammasini teng qilib kesib olamiz. Va cherinkaga yaroqlilarni ajratib olamiz. Chunki buni baribir ochilib bo'ldi, kesib musorga ham tashlaymiz-da. Tavakkaliga buni cherinka qilib olamiz. Nari tomonda hozir yana aniq qilganman. Bularni ham kesib tashlaganman, mana atirgullarda. Bunaqa sortini. Bular ham uzun-uzun bo'lib ketadi. Bunga ochilib bo'lganda bir xil qilib kesib tursangiz, hammasi bir tekis chiroyli bo'lib ochiladi. Mana shu o'xshab yana mana bunchaları tayyor bo'lib kelyapti. Bu yoqdan yangi shoxlarni chiqarib. Mana bu tomonlarni ham hozir kesib, buni tagida erta bahorda anaqa gul bor edi, chechak gul. Bu mana o'sha sezoni tugadi. Erta bahorda bu ochilib, iyungacha ochilibdi, o'sha mayda oxirigacha. Buni endi urug'ladi bu. Qanaqa gul deb so'raganlarga mana shunaqa mayda-mayda urug'i bo'ladi ichida. Keyingi yil yana xuddi shunaqa chiqib keladi. Mana mayda qora urug' bo'ladi ichida. Mana shunaqa mayda qora urug' bo'ladi. Shundan ko'paytiriladi bu. O'zi chiqib kelaveradi bu yoq. Buni hozir yulib olib qo'yamiz buni ham. Bitta hozir buni o'tlarni, zelinni joyini almashtirib, eski zelinlarni cherinkaga joy bilmam bo'tqa qilamizmi yo narigi tomondagini ham ozgina 1 metrmi 1,5 metr joy ajratamiz. O'sha yerga bo'lsa ham qilamiz. Buni yozda men hech o'zi cherinka qilmasdim. Kuzda yo erta bahorda qilinadi. Baribir bularni hozir kesgandan keyin musorga tashlab yuboramiz. Shuning uchun tavakkaliga qilaveramiz. Nimagaki tashlab yuborgandan ko'ra mana shu qalamchaga yaroqli joylarini olamiz, kesib olib. Men bu yerdagilarni hozir kesganim hammasini tayyorlab qo'ydim-da. Qalamcha qilib tayyorlab suvga solib qo'ydim. O'shalarni endi tavakkal ekamiz. Sizlar bilan birgalikda va jarayonni kuzatib boramiz. Bu yerdagi hozir огородdagi o'tlarni nimalarni yuldik. Mana bu orada yonda no'sh ko'k piyoz bor edi. Uni ham hammasini qaychilab kaltaratdik. Tagidagi piyozi kerak emas. Bu yana qaytadan barra ko'k piyoz chiqaradi. Uni ham kesib tashladik. Shuni yonida joy bor, ana yulingan o'tlar, mana shu kesilgan piyozlar, ularni olamizda o'sha joyda o'ziga cherinka qilib ekamiz. Bu sortini alohida qilib bitta qatorga, nariga qora, qip-qizil qora rangini alohida qilib cherinka qilib olamiz, xudo xolasa sizlar bilan birgalikda. Tagidagi namlikni yo'qotmaslik uchun tez-tez suv berib turamiz. Tavakkal. Biz sababini qilamiz. Natijani Allohdan kutamiz, xudo xolasa. Baribir ham uvol bo'lib musorga tashlab yuboramiz. Undan ko'ra cherinka qilib ko'ramiz. Tavakkal. Azizlar, mana atirgulimizni kesib oldim. Mana shu holatda qoldi. 1 metrga yaqin qilib kesdim. Bular baribir cherinka qiladigan taqdirimizda ham bularni tashlab yuboramiz. Mana shunaqa kalta qilib kesganim bu tepaga qarab nima deydi, g'ovlab deydi, o'sib ketmaydi. Mana shundan yonidan yana chiroyli shoxlar chiqarib 1 hafta 10 kun ichida o'zi ekib, pushistniy bo'lib o'sadi.
Bu o'zi buketniy sortidan uzun bo'ladi. Yonidan mayda shoxlamaydi-da. Buketga tayyorlanadigan tayoqlari bo'ladi, o'sha uzun bo'lib o'sadigan atirgul sorti. Narigi pushti rangi ham, bunisi ham. Endi bularni hozir kesib olamiz, qalamcha qilib tayyorlab. Narigi pushtisini men kesib oldim. Mana suvga qo'yib qo'yganman. Narigi boya ko'rsatgan pushti atirgullarni xuddi shunaqa kesdim, boya ko'rsatganimdek. Tegini ozgina kasoy qilamiz. 45 gradusda qiyalatib kesamiz. Ichidagi ochilib turgan gullarni, mana bu o'xshab ochilib turgan gullarni kesib olib tashlaymiz. Qaychi yordamida 20-25 sm mo'ljallab, mana bo'ladiganlarni, yariydiganlarni ajratib oldik. Bunisini ham hozir xuddi shu tarzda kesib tayyorlab olamiz. Azizlar, mana atirgullarimizni kesib oldik. Yaroqlilarini chiqqunicha teglarini kasoy qilib 20-25 sm mo'ljallab, tegidagi mana barglarni hammasini pastdagini olib tashlab, eng tepa tomonida bir dona qilib, mana ko'rib turganingiz kabi barglarni qoldirdik. Endi bularni ekib olamiz. Bular esa musorga ketadi baribir. Yo bo'lmasa ko'ramiz, hozir ekib bo'lgandan keyin o't bilan birgalikda tagiga nam saqlashlik uchun tashib qo'ysak ham bo'ladi. Ham o'ziga o'zi chirindi bo'lib turadi. Demak, joyimizni tayyorlab oldik, ekishni boshlaymiz endi. Azizlar, mana atirgullarimizni cherenka qilib oldik. Bir qator, bittasini ikki qator qilib ekdim. Bir tomoniga o'sha qora qizil atirgulni, bir tomoniga pushti atirgulni. Past tomonini ichiga ko'mganim o'sha 10 sm, 8, 10, 12 sm gacha. Tepasini bir xil, tepasida ham xuddi shuncha qoldirdim. Endi bularga ikkita qator alohida bo'ldi. Bularga endi buni agroddan yulgan, boyagi mana shu o'rnini tozalagan joyimizdagini o'tlarimizni tagiga tashib chiqamiz. Namlikni yaxshi saqlaydi. Qurib qolmasligiga yordam beradi. Ikkita tomoniga ham agroddan yulingan o'tlarni solib chiqamiz. Va orqasidan suv beramiz. Hozir shlankani ochib, o'zlariga pomidor, bodringlarga shlankani ochib suv qo'yibman. O'shandan hozir bularga ham yaxshilab zaxlatib suv qo'yib yuboramiz. Tik quyosh tushadigan joy emas. Ozgina peshinga yaqin ozgina quyosh tushib o'tadi, lekin yorug'lik yaxshi tushadigan joy bu. Tik quyosh joyda ham unaqa o'sishi qiyin. Agar erta bahor sovuq payt bo'lganda mana shuni ustini ozgina dugacha qilib klonka bilan yopsak bo'lardi, yoki bakalashga kiygizib chiqsak bo'lardi. Hozir kun issiq, qaytanga issiqdan asrashimiz kerak cherenkani. Hammasiga shunaqa o'tlarni tagiga qo'yib chiqamiz. O'tlarimizni mana shu tarzda mana qator qilib teglariga qo'yib oldik. Suv qo'ygan paytimizda namlikni yaxshi saqlab turadi. Tik quyosh tushadigan joy emas, mana tepa tomoni olma, o'tda. Bu tomonda mana xurma va palomiya daraxti bor bu yoqda. Yon tomonlari mana atirgullar o'sha kesib olganimiz. Kuzda erta bahorda buni yotqizib cherenka qilganlarim chiroyli bo'lib ko'karib nima qildi, mana ularni bir sidra ochilib bo'ldi. Bularni ham qaychilab qo'ydim. Endi yangi novda chiqaradi, xudo xolasa bularga ham. Endi hozir suvimizni qo'yamiz. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Savollar
kechagi chiqargan videomda ham juda ham ko'p gullarga oid, hozir videomiz ham cho'zilmasin, atirgul mavzusi bo'lgani uchun fiks haqida ko'p savol berilgan, kaktus haqida savol juda ko'p berilgan, hamda gullarga tuxumni berish tartibi haqida videomga kirib ko'rmagan menimcha alohida video tayyorlayman. Endigi videomda xudo xolasa ham savollarga javob beramiz. Bugun unaqa savollarga javob nima qilolmadik, chunki atirgulni cherenkasini ko'rsatib bering deb ko'p so'rashardi. Qani, Allohga tavakkal. Baribir bu shoxlarni kesib tashlab yuborardik. Biz sababini qilib qo'ydik, natijani Allohdan kutamiz, inshaalloh ko'karadi degan umiddamiz. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyada izohlaringizni qoldiring, savollaringiz bo'lsa yozing. Videorolik orqali albatta har bitta savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.